Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun kunda banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, ularga imtiyozli kreditlarni taklif qilib, va shu asosida bo'sh o'rinlar yaratish topshirig'i berilgan. Bugungi kunda bizning bankimiz tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bunda jismoniy shaxslarimizga 50 milliongacha mahalla loyihasi bo'yicha bank fuqarolarga 25% 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan mahalladagi mahalla bankining tavsiyanomasi asosida kreditlar ajratilmoqda. Bundan tashqari biznesga birinchi qadam, ya'ni bunda ham o'zini band qilgan fuqarolarga 17 milliongacha 4 yil muddatga, bunda 6 yil imtiyoz davri bilan bunga kredit ajratilmoqda. Bundan tashqari yuridik tashkilotlarimizga, ya'ni yuridik tashkilotlarimizga 312 qaror bo'yicha hamroh ayol tadbirkor yo'nalishi bo'yicha, bunda 312 qaror bo'yicha bizni tumanimiz ikkinchi toifaga kirganligi sababli 22% kamida faoliyatini 1 yil bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan o'zini tadbirkorligini boshlash uchun ajratilmoqda. Hamroh ayol tadbirkor yo'nalishida bo'lsa, bu ayollarga ajratiladigan kreditlarimiz bunda 20% dan bo'lsa, uskunalarga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishga bo'lsa 20%, aylanma mablag' to'ldirishga bo'lsa 21%. Bundan tashqari yoshlarga ajratiladigan kreditlarimiz 60-qaror bo'yicha, 61-qaror bo'yicha oliy o'quv yurtlarini bitirgan talabalar uchun ajratiladigan kreditlarimiz